Bugun milliy ta'lim modelimiz jahon standartlariga uyg'un holda taraqqiy etmoqda. Bunga prezident maktablari misol. Uning tajribasi, metodika va yondashuvlari soha uchun lokomotivga aylangan. Natijadorlik oliy ta'limga qamrovda o'z ifodasini topmoqda. Endi prezident maktablari jamoasi xalqaro maktablar kengashiga a'zo bo'lish uchun da'vogar. Prezident maktablari oldida katta sinov turibdi. Gap shundaki, Xalqaro maktablar kengashi komissiyasi bir hafta davomida Toshkent, Namangan, Navoiy va Xiva shaharlaridagi prezident maktablari faoliyatini o'rganadi. Bu yoshligimizda o'qituvchilar tomonidan qo'rqituvchi aytilgan komissiya emas, aksincha. Maktabda haqiqatan xalqaro darajadagi ta'lim sifati joriy etilganmi yoki yo'q? Ular aynan shuni bilish uchun kelgan. Jarayonidan tortib barcha manfaatdor tomonlar, ya'ni akademik jamoa, ota-onalar va talabalarni qoniqtirayotgan va qoniqtirmayotgan jihatlarni o'rganib chiqadi. We very much enjoyed being in classrooms to watch. Dars jarayonlari bizga manzur keldi. O'qituvchilarning mahorati qolaversa maktab hayoti bilan qisman tanishishga ulgurdik. Ayni paytda biz hamon kuzatuvlarimizni olib boryapmiz. One aspect that I would like to also emphasize on. Men e'tibor bergan jihat shuki, o'quvchilar o'z fikrini erkin, ravon bildira olar ekan. Ular o'z vatani, millatidan faxrlanadi. Biz prezident maktabining qadriyatlarini hurmat qilamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Shu bilan birga talabalarda global fuqarolik hissini uyg'otishga harakat qilamiz. Global notijorat tashkilot talabalar kelajakda qayerda o'qishi yoki ishlashidan qat'iy nazar o'z yo'lini topib keta oladigan shaxs bo'lib yetishishida asos bo'ladigan ilm dargohlariga yordam beradi. We are not an inspectorial body, we are an accreditation body that works. Biz inspeksiya organi emas, aksincha, o'quvchilar farovonligiga xizmat qiluvchi akkreditatsiya tashkilotimiz. Ushbu tarmoqqa kiruvchi ta'lim muassasalari Xalqaro maktablar kengashining doimiy ravishda yangilanib boradigan portalidagi dasturlar, qo'llanmalar va resurslardan foydalanish imkoniga ega. Biz tashkilotga a'zo maktablarning ehtiyojlarini tinglash va qondirishdan manfaatdormiz. Ertaga 3 kunlik intervyular tugagandan keyin bizga ushbu intervyulardan olgan taassurotlardan kelib chiqqan holda bir kun bizga trening shaklida ular darslar ham o'tib berishadi. Dunyo bo'yicha ham prezident maktabini xalqaro maktab sifatida obro'yini ancha ko'taradi. Keyin maktabdagi jarayonlarni ham tashkillashtirilganligini ular doimiy nazorat ushlaydi. Bolalarning farovon bo'lishini, bolalarning o'qishlarda qatnashishini. Akkreditatsiya jarayoni 12-18 oy davom etadi. Mazkur vaqt oralig'ida kuzatuv komissiyasi o'z o'rganishlarini chuqurroq olib boradi. Hozirda xorijlik ekspertlar prezident maktabini akkreditatsiyaga tayyorlayapti. Maqsad ta'lim maskanining qarashlari xalqaro standartlarga mos kelishini ta'minlash. Ma'lumot o'rnida Xalqaro maktablar kengashiga 122 ta davlatdan 1420 dan ziyod maktab va universitetlar a'zo. Ularning missiyasi global fuqarolik jamiyati, ya'ni har bir o'quvchi dunyoning qay burchagida bo'lmasin, o'zini avvalo shaxs, professional kadr sifatida namoyon eta olishini ta'minlash. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan prezident maktablarining ustuvor maqsadi ham aynan milliy qadriyatlarni saqlab, xalqaro ta'lim metodikasini joriy etish bo'lgan.